Qaranglayimda 20 ming so'm pul. Aga, endi 20 ming so'm pul. Men hozir Urganchdan Nukusga qarab yo'l olaman. Oqshom videodan keyin Dumcho'badan 5 ming yuradi. Poyez 20 ming so'm degan gapimiz hozir. Mana shu gapni isbotlash uchun yana kelib turibmiz. Assalomu alaykum. Oqshom video chiqqandan keyin Dumcho'badan telefon urdi, savol berdi bizlara. Poyezdlarning harakatlanish vaqti bo'yicha Nukusdan nechada yo'l chiqadi, qaysi joylarda to'xtab o'tadi, shu bo'yicha to'g'riroq ma'lumot bersak. Bize ma'lumot so'rayapti. Ma'lumot beradigan bo'lsak, hozir Urganch Nukus poyezdi Shovot, Gurlen, Mang'it, Blokpost va Nazarxon stansiyalari to'xtaydi. Yo, Nukusga boradi. Endi bilet bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, kirib, vokzaldan kirib, vagonga joylashasiz. Bu ichida kassir yo men boshqa kassir kelib, sizga biletingizni beradi qo'lingizga. Xolasa bitta poyezdni ichida oladi, xolasa kassada olib, shu 20 ming so'm baribir boraveradi. Yana bir narsa bor, men masalan Urganchdan manadan bo'lsam, xolasam Shovotdan tushaman, xolasam Gulanda, xolasam Mang'itda, shu bilan 20 ming so'm bo'ladi. Xolasam Dag'azdan Nukusga boraman. Boshqa liniyadan shu 20 ming so'mlik bormi? Bor, boshqa liniya bor. 50 qala, To'rtko'l, Miskin vokzallardan bor. Nukusga 20 ming so'm. Yo, Qumg'irotgacha 30 ming so'm vokzallarimiz bor. Demak, vallardan bor arzon liniyalar. Yana savol bor. Rushnoy sumka bilan chiqsalar bo'ladimi? Ha, Rushnoy sumka bilan bemalol chiqaveradi. Bemalol. Videoni iloji boricha hammaklaringizni beringlar. Oqshom videodan keyin ham mana shu savollarni berasiz. Yana shu savollaringizga to'g'riroq javob berdik deb o'ylayman. Barcha talabalari, mana shu Nukus Urganch yo'nalishida hamma yaqinlaringizni berib, mana shu narsani yetkazib qo'yinglar. Rostdan 20 ming so'm. Har kuni masalan men Urganchdan 15:30 da chiqadi, Nukusdan ertalabki dangda 5:30 da yo'lga chiqadi. Videoni hammaklaringizni beringlar. Hammangizni mana shu yangi zamonaviy va qolaversa 20 ming so'm pul arzon poyezdda xavfsiz harakatlanishingizni tilab qolamiz.